Avvalambor assalomu alaykum barcha bizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Bugun Moskvada bir inson kelgan san'atkor do'stimiz Ahror Baxshi. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, qadrdonlar. Mana Moskvada Sherxon akam har kuni bir ro'p dijor xizmatlar rosa ko'p ekan. Akamga aytdim, aka xudo xohlasa tez kunda birga konsert qo'yamiz inshaalloh dedim. Barcha muxlislarni hali e'lon qiladi akam. Omonligi bo'lsin, jo'xoriga omad tilaymiz. Qolamiz konsertda. Xudo xohlasa tez kunda so'zlar. Premyera bor. Ahror Baxshi do'stimiz bilan chiroyli konsertlar Rossiya bo'ylab. Jiddat qilingizlar, prosta. Kutamiz. Jonlaringiz sog'